tuman hokimini, bu parrot videoni ko'rmagan odamni o'zi qolmadi. Yanga ko'p sodda ekanlar-da, o'sha kirib titkiladingiz-ku, ko'sa tabag'ing ker, tortanak bosib yotibdi deb titkilagan videoyingizni ko'rmagan odam qolmadi. Yanga ko'p sodda ekanlar. Men bo'lsam shartta lipchik tursigimning joyini ham ko'rsataydim, lipchik tursigim ko'rsatib, lingidan olib o'taydim. Mani uyimga shaxsiy narsam titkilagan odamni. Vallomati bo'lsa ham. Janob hokim, sizni uyingizdagi ayolingizga o'xshagan bu xotinni bekorchi vaqti yo'q, mana tirnog'ini qarab, faqat uydan ko'sa tabaq narsa yuvib o'tirishdan boshqa egatdan kelibdimi, paxta egatidan kelibdimi, chesnoy qo'parib kelibdimi, shalg'am qo'parib kelibdimi, o'zingizda bilib bering janob hokim, kim bo'lsangiz ham. Ana shu yangani iltimos, shu yangani menga topib beringlar. Men borib bir mazza qilib shu o'chog'ini boshidan ovqat yeyish kuchi bilan mazza qilib butun joyiga, hamma joyga pazor qilishga haqqingiz yo'q. Janob hokim, kechirim so'rang. Sen kimsan? Nega bunaqa qilyapsan deydigan odam yo'qmi? Bu nimaga bunaqa deyapsizlarmi? Bu bitta hozir video ko'rib qoldim. Tuman hokimi oilalarga kirib, uyini, joyini, xolodilnigini tekshirib. Nima uchun o'sha bir yaxshi yashaydigan odamlar uyga borib tekshirmaydi? O'zining mansabiga tegishli bo'lgan odamlarning uyini tekshirsin. Shuni tekshirsin. Chunki ularning sharoiti bor. O'shani xalqqa ko'rsatsin. Bechora yetishmaydigan bir zo'rg'a kunini ko'rib, mana bizga o'xshab hozir daladan qaytyapmiz mana. Hali ham bo'lganimiz yo'q. Uyga boramiz, nima qilamiz? Ovqat bolalarga bo'lsa beramiz, bo'lmasa choy-poy ichib, yotib yana dalaga kelamiz. Ular ham bechora xuddi shunaqada. Nima uchun bunaqa o'sha hokimlar bilib olgan mana shunaqa bechora odamlarning uyiga borib ayb qidiryapti? Nega hech kim indamayapti bu hokimlarga? Mana biz ham hozir uyga boramiz. Mana daladan qaytyapmiz. Lekin uyda ovqatimiz tayyor emas. Chala-pilat ovqat qilib, yeb, yotib, yana ertalab ishga kelamiz. Men nima demoqchiman? O'sha odamlar o'zining mansabi bilan teng odamlarning uyiga borib ret qilsin. Uyida bitta kamchilik ko'rmaysiz. Bechora bir kunini zo'rg'a ko'rayotgan odamlarning uyini borib tekshirmay. Ha? Shu insofdanmi? O'zi ham bir uyalmadimikan o'sha hokim? Men nima qilyapman? Bu kunini zo'rg'a ko'rayotgan bo'lsa, bolalarini ro'zg'orini terbatayotgan bo'lsa, bu men o'zim bilan qanday tenglashtiraman? Buni deb ko'rmadimikan shu odam? Kallasi ishlamadimikan? O'sha odam o'zi meni uyimni, sharoitimni ko'r. Seni sharoiting yaxshi bo'ladi-da, odamlarning evaziga yashayotganing uchun. Odamlarning mana hozir bizga o'xshaganlar daladan kelyapti, boshqa qilyapti. Sen maza kresloda o'tirib, buyruq berib, anasini ko'rib yotibdi. Kunini. Ha desa, qissasiga pul tushib yotibdi. Kep mana dalada ishla, chopiq qilib ko'r. Dalaning ishini qilib ko'r. Keyin uyingga borib, o'sha uyingdagi tozaligingni xotining qilamikan, yo'qmikan? Xotining uyda o'tiribdi, sen topib kelganingni yeb ichib. Borib o'zingga o'xshagan katta mansabdor odamlarning uyini ret qil. Bechora bechoralar uyini ret qilgandan ko'ra. U qanday aybi bor edi-ku, u uyini ret qilib yuribsizlar. Uyatda O'zbekiston uchun uyat pozor bu. O'zbekistondagi qaysidir tumanning hokimi o'zining eng nochor odamning uyini ret qilib, xalqqa, ommaga ko'rsatish bu uyat. O'rtoqlar, rostini aytsam, men bu videoni ko'rib shokda. Endi hokimlar uylarimizga kelib, uyimizda yig'ishtirilmaganligi, kirchirini, hovlida yotgan narsalarni tekshirishar ekan. Mana hozir suvni kutib o'tirman, suv kelganidan uyimni yig'ishtirishga tushaman. Balkim menikiga ham kimdir tekshiruv bilan kelar. Videoni ko'ringlar, xulosa o'zlaringdan. Oling, tovuq qilgani yo'q buni. Bu yerda o'ti. Bu yerda. Shu yashashmi ayolda, yashashmi shu? Mana sabzi tozalagich men qarang. Bu baqlajonni necha kun oldin tozalagansiz? Qanchalar qovurganda qarang, chumoli bosib, qarang, pomidor ko'tigacha qarang. Qanday uxlayapsiz ro'zlarda? Bu yoqqa keling, mana uni oling. Mana qarang. Mana uni qarang, ustini qarang, changini, kirligini. Shu ro'zlarda endi, shu erkak yashayapti siz mana qarang. Mana uni qarang, choynik. Qarang bu yerda, tortanakni qarang. Mana changni qarang, mana kirligini qarang. Oling mana. Xaladin ustini. Shuni ishlatasizmi? Mana kirligini qarang. Ushlab bo'ladimi shuni? Xaladin. Endi ballar qilsa. Ballar qilsa siz bor-ku, ballar qilsa. Buni qarang, mana qarang. Bu yoqqa keling, mahalla raisi.
Mana qarang. Men sizga aytib edim-man, 3 kun, 4 kunlik idishlari bilan yotadi bular. Sasi. Hozirgi qaymog'i endi aniqlangan odamni. Ittalab chiqardimda qaymog'ini oldim bachalarim. Hokim buva, bu ayoldan orzuying nima? Hayotda nima xohlayapsan? Qanaqa muammolaring bormi deb so'raydilar deb o'ylagandim, oxirigacha lekin so'ramadilar. Yana ayolni yerga urish. Yana ayolni ezish. Men prosta bitta narsaga hayronman-da. Mana biz hammamiz bilamiz, kimnidir internetga yuzi bilan qo'ysak, kimnidir haqorat qilsak, yerga ursak, bu qonunan jazo beriladigan xatti-harakat. Hokim buvani ham kimdir jazolarmikin? Chunki bir ayolni internetga olib chiqib, xalqning oldida sharmanda qildilar. Qanaqa jazo olarkanlar? Kutib qolaman shu to'g'risida videoni. Yana bitta narsa. Shu videoga hokim buva bilan kirgan kimdir, qaysidir bir inson olganda bu videoga, to'g'rimi? Begona odamni qo'yishmaydi-ku u yerda hokim bilan. Kim haq huquq berdi bu videoni internetga joylashga? Kim ruxsat berdi? Bu narsa ham menga juda qiziq.